33 ishlaymiz. 33, 34, 35 ekan. Alken bilan vodorod rest kirishyapti. Alkenning mol ulushi 40%, demak 0.4 ga 0.6 ekan. Bundan ko'proq ekan. Va e'tibor beringlar, muvozanat kelgandan keyin alkenning mol ulushi 1.6 marta kamayib ketdi. Ya'ni foizi 40 dan 1.6 kamaytirsak 40 bo'lamiz 1.6 ga 25% bo'lib qoldi deyapti. Ya'ni mana bu x deymiz, bu ham x va bu x kiryapti. Bundan ayirib olsak alken qoladi. Ya'ni mana bu barobardan keyin yozaylik shuni. Alken qoladi CnH2n, ya'ni 0.4 dan -x deymiz. Bu esa vodorod 0.6 dan -x deymiz. Shu qoldi. Va hosil bo'lganda deyapti, umumiy hammasini qo'shsak 1.6 marta kamaydi. 25% bo'lib qoldi. Dastlab 40% edi. 40% bo'lib o'ramiz 1.6 ga. Ya'ni 40 bo'lingan 1.6 demak 25% bo'lib qoldi. 40 bo'lamiz 1.6 ga. 25% li bo'lib qoldi. Mana buning ichida 25% bu bor. Va o'rtacha massani bergan. O'rtacha massani hisoblasak ham bo'ladi. Mana buni ham ishlasak bo'ladi. Birinchi tenglamani olamiz. Alkenni, ya'ni foizi 25% bo'lgan, ya'ni 0.25 taqsim 1. Hamma mollar, ya'ni x plus 0.4 minus x plus 0.6 minus x. Demak, mana bu yerga olsak bo'lar ekan. Yaji hajmiy ulush bu. Mana bu alkenniki, ya'ni 0.4 minus x deb oldim. Shundan aniqlab olsak bo'ladi x ni. Ya'ni hajmiy ulushi bo'lganligi uchun birinchini ishlayveramiz tenglamasini. Demak 0.2 chiqdi. E'tibor beringlar. X teng 0.2. Demak mana bu x'imiz 0.2 bo'lgan, 0.2 ketgan. 0.2 ketgan. Demak mana bu 0.2 chiqqan. Mana buni ham ayirib yuboramiz. Demak 0.2 ketsa 0.2 qolgan. 0.2 ketsa vodorodimiz mana bu. Keyin deb olaylik. Vodorodimiz esa 0.4 qolgan. Mana mollarini topib oldik. O'rtachasi bor. Alkenni sarflanish unumini so'rayapti. 50% bo'lyapti. Ya'ni 1/2 A bo'lyapti. Mana bunga o'rtasini topdik. Dastlabki aralashmaning molar massasini so'rayapti. Mayli, uni ham topsak bo'ladi. Dastlabkisini mana, dastlabkisi. E'tibor beringlar, birinchi narsamiz o'rtachadan foydalanib, ya'ni molar massadan foydalanib biz, ya'ni molar massamiz 22.5 ekan. Mana bor bizda 0.2 ni ko'paytirishimiz kerak. 14n plus 2 ga plus 0.2 ni ko'paytirishimiz kerak. 14n ga plus 0.4 ko'paytirishimiz kerak 2. Yana cho'zildi. Ya'ni tenglamamiz 22.5. Endi tenglamani o'zingiz ishlayverasiz. Umumiy hisoblaydigan bo'lsak 0.8 hosil bo'lgan. Qaranglar, 0.8 ga bo'lib o'ramiz va tenglamani ishlab endi topsak bo'ladi. Bu yerda tenglamani ishlayverasizlar. Hamma sertifikatchi bemalol ishlaydi yoki fotomazga qo'yaverasizlar. Tenglama ishlaydiganga 3 chiqadi. N teng 3 bo'lsa, alkenni molar massasini so'rayapti. N teng 3 chiqdi, C3H6 bo'ladi. Ya'ni molar massasini hisoblayveramiz. 12 ko'paygan 3 qo'shilgan 6, demak 42 chiqdi. 42 bo'lsa, demak D bo'lar ekan. Keyingi dastlabki aralashma o'rtachasini so'rayapti. Ya'ni o'rtacha massani topishimiz kerak. Alken, ya'ni 0.4 ko'paytiramiz 42 ga. Chunki C3H6 bo'ldi. Keyingisi plus 0.6 ko'paytiramiz 2 ga, bo'lamiz 1 ga. 0.4 ko'paytirib 42, 0.6 ko'paytirib 2 qo'shilgan bu. Bo'lsak 1 ga, demak 18 chiqdi. 18, ya'ni mana bu. Demak F bo'ladi. Hammasini ishladik.